Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Frenzy. Bugungi videomizda do'stlar top 3 tomonini ko'rib chiqamiz. Qanunda go. Top 1-mod. Top 1-mod shunaqa qurollar bor. İkinci mod dostlar. Bu yoqda ham qurollar bor ekan do'stlar. Top 2 modimiz bu. NPC'ler modu. Bu NPC'ler dostlar. YouTuber'larning NPC'lari. Steve. Tanıyınız NPC'ler. Artifact. Top 3 modga dostlar. Top 3 modumuz bizning Retail NPC'ler. Bu oddiy emas, mana qishloq NPC'lari. Kompot shunaqa videolar ishlatadiki, shunaqa yana boshqalari. Xullas do'stlar, o'zingiz olib ishlatib ko'rasiz. Bu modimiz 4 ta o'kkita ekan. Top 3 modga. Top 3 modimiz bizning mashinalar modi. Ya'ni Lamborghini. Bu bittasimiz turidan bor o'zi ham do'stlar. Buni boshqa ilovadan olganman. Juda ham zo'r, buniki ham zo'r ekan. Ovozlar ham zo'r ishlangan. Juda ham tez yuradi. Bugun do'stlar modimiz ham tugadi. Yana shunga e'tibor berasiz. Mana bunaqa bloklar ham bor. Juda ham zo'r bloklar. Yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'ying. Modlarni qayerdan olaman deb so'rayotgan bo'lsangiz, Hayter. Bu modlarni men ham Hayterdan olganman. Hayter YouTube kanaliga kirsangiz, YouTube kanalida описанияsi turibdi. Hayter Group va Hayter Channel. Shunday yuklab olasiz do'stlar. Buni lekin boshqa ilovadan olganman. Buni kirga rasmiy Dilia Minecraft Mods ilovadan shunaqa modlar bor. Yuklab olsangiz mazza qilib o'ynaysiz do'stlar. Qora rang ham bor, mana orqalariga ham qarab qo'yamiz. Zo'r do'stlar. Barchaga xayr do'stlar. Hammaga xayr.